Assalomu alaykum muxlis va muxlisalarim. Mana bugun biz Kara Parking obzorini boshlab oldik. Oho, rasmli mashinalarimiz. Mana bu rasmli mashinalarimiz ancha ideal va go'zal. Yana bir bor yana rasmli mashinalarimizni ko'rsatib boramiz. Oho, wow! Haqiqiy bomba mashinalarimiz faqat menda bor ekan. YouTube, Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram sahifamda Qirol, YouTube sahifamda esa Mamadaliyev Temurxon ish faoliyatini yuritib boryapti. Xudo xolasa keyingi sahifamizda ana shu obzor qilgan mashinalarimizni qaysi biri yoqqan bo'lsa, o'sha yoqqan mashinani kommentariyada yozib qoldirsalaring, o'shanga qarab o'yinga tushgan holatda obzor qilib beramiz. Fikrlaringni kommentariyalarda qoldirishlaringni so'raymiz.